Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz nerv sistemasi. Hayvonlarning nerv sistemasini rivojlanish darajasiga ko'ra 4 ta tipga ajratish mumkin. To'rsimon yoki diffuz tipidagi nerv sistemasi. Bu turdagi nerv sistemasi asosan bo'shliq ichliklar tipiga kiruvchi organizmlarda gidralar, meduzalar, marjon, poliplarda uchraydi. Tuzilishi: nerv hujayralari yoki neyronlar tananing barcha qismlariga, tana devorining ektoderma qavatiga tarqalgan bo'lib, bir-biri bilan o'sqichalar orqali tutashadi va tutash to'r hosil qiladi. Ta'sirga javob berish refleks deb aytiladi. Organizmning biror joyiga ta'sir o'tkazilsa, masalan, igna bilan sanchilsa, ta'sirlanish to'r bo'ylab butun tana bo'ylab tarqaladi. Natijada hayvon butun tanasi bilan qisqaradi va g'ujanak bo'lib oladi. Ushbu rasmda gidraning nerv sistemasini aynan to'rsimon shaklda tipidagi nerv sistemasiga egaligini tanishib o'tishingiz mumkin. Narvon yoki stvol tipidagi nerv sistema. Uchrashi: yassi va to'garak chuvalchanglar nerv sistemalari stvol tipida, kiprikli chuvalchanglarniki esa bir juft nerv tuguni va bir juft nerv stvolidan iborat bo'ladi. Nerv stvollari ko'ndalang nervlar orqali tutashib, narvonni eslatadi. Ushbu rasmda ham bu ko'rinishni ko'rishingiz mumkin. So'rg'ichli va tasmasimon chuvalchanglar nerv sistemasi bir juft nerv tuguni, halqum atrofi nerv halqasi, 3 juft nerv stvolidan iborat. Tanasini ikki yonida joylashgan bir juft nerv stvoli kuchli bo'ladi. To'garak chuvalchanglarni nerv sistemasi so'rg'ichlilarnikiga o'xshaydi, lekin nerv stvollarini yelka va qorin tomonidagi bir jufti kuchli rivojlangan bo'ladi. Ushbu rasm bilan tanishib o'tishingiz mumkin oq planariya nerv sistemasi misolida. Zanjir tipidagi nerv sistemasi haqida bilasizmi? Keling, unda tanishib o'tamiz. Halqali chuvalchanglarda bir juft halqum usti nerv tuguni, bir juft halqum osti nerv tuguni, halqum atrofi nerv halqasi, bir juft qorin nerv zanjiridan iborat bo'ladi. Mollyuskalarda halqum atrofi nerv halqasi, halqum usti nerv tuguni, nerv tugunlarini tutashtiruvchi nervlardan iborat bo'ladi. Bilamiz, boshoyoqli mollyuskalarda harakat juda ham kuchli, serharakat bo'lganligi sababli ularning nerv sistemasi murakkab tuzilishga ega. Bosh qismidagi nerv tugunlari o'zaro birlashib, bosh miyani hosil qiladi. Bug'moyoqlilarniki halqali chuvalchanglarga o'xshash sistema bo'lib, lekin funksiyasi takomillashgan. Qorin nerv zanjiridagi bir juft nerv tugunlari yiriklashgan. Boshida sezgi organlari joylashganligi sababli nerv markazlari hajmi kattalashgan bo'ladi. Ushbu rasmda demak chigirtka tasvirlangan, undagi demak zanjir tipidagi nerv sistemasi bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Keling, videoni mana shu joyida, demak kanalimizning rivojlanishi uchun obuna bo'lib, izohlarni yozib va like bosib qo'yishingizni so'rayman, zeroki sizning bu harakatingiz bizning kanalimizning kelajakda rivojlanishi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Naysimon tipdagi nerv sistemasi barcha xordalilar uchun xos. Nerv hujayralari nerv nayi bo'ylab joylashgan bo'ladi. Xordali hayvonlar bitta tipga mansubligi sababli nerv sistemasida umumiylik bor. Hayvonlarning tuzilishi murakkablashganligi sababli nerv sistemasi tuzilishi ham yanada murakkabligi ortganini kuzatishimiz mumkin. Xordalilar tipiga kiruvchi organizmlarga baliq, amfibiyalar, reptiliyalar, qushlar, suyumzuvchilar va insonga xos bo'lgan demak naysimon tipdagi nerv sistemasi mavjud bo'ladi. Markaziy nerv sistemasi bosh miya va orqa miya. Periferik nerv sistemasi bosh va orqa miyadan chiquvchi nervlardan iborat. Bosh miya 5 ta bo'limdan oldingi, oraliq, o'rta, uzunchoq va miyachadan iborat va ular ma'lum bir vazifalarni bajarishga moslashgan. Ushbu rasmga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, demak baliqning, amfibiyalarning, reptiliya, qushlar hamda suyumzuvchilarda miyaning qanday rivojlanish ketma-ketligini demak taqqoslab ko'rib o'tishingiz mumkin. Umurtqali hayvonlarning nerv sistemasi tuzilishi.
Baliqlarda bosh miya katta hajmga ega emas. Amfibiyalarda oldingi miya yarim sharlariga bo'lingan ekan, harakati sekin, sababi miyachasi yaxshi rivojlanmagan, ya'ni baliqqa nisbatan. Reptiliyalar quruqlikda yashaganligi sababli miya fiziologik va funksional jihatdan yaxshi rivojlangan. Oldingi miyasi yiriklashgan, miyachasi kuchli rivojlangan. Qushlarning xulq-atvori murakkabligi sababli bosh miyasi yaxshi rivojlanganligi deb olishimiz mumkin. Odam va boshqa sutemizuvchilarda oldingi miya yarim sharlari po'stlog'i kuchli rivojlangan, ko'rish, eshitish, harakat analizatorlari oliy nerv markazlariga ega, miyachasi kuchli rivojlangan bo'ladi. Bugungi mavzumiz mana shu ma'lumotlardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.